Kartoshkani shunchaki qovurib yesangiz ham bo'ladi, lekin xuddi shunaqa qilib cho'pga suqib tayyorlab yesangiz appetitno bo'ladi. Bizga xuddi mana shunaqa qirg'ich kerak bo'ladi va albatta 4 dona kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkalarni yaxshilab archib olgandan so'ng xuddi mana shunaqa qilib cho'pga suqib, qirg'ichdan mana shunday qilib o'tkazib olamiz. Yangi qirg'ich juda ham o'tkir bo'lar ekan, shuning uchun sizlar ham qo'lingizdan ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa oxiri qolganda qo'linglarni ilib ketishi mumkin. O'tkazib bo'lganimizdan so'ng cho'pchasini ichiga tiqsak, pastidan xuddi mana shunaqa holatda chiqadi. Keyin buni asta-sekinlik bilan, ehtiyotkorlik bilan sekin-sekin tortib, shashlikka o'xshab chiqarib olamiz. Kartoshkalarimizni xuddi mana shunaqa ko'rinishga olib kelamiz. Keyin esa kartoshkaga yaxshi ta'm berishi uchun mayonez, ketchupni aralashtirib, xuddi shunaqa ko'rinishga olib kelib olib, keyin birma-bir kartoshkalarni shunga bulab chiqamiz. Keyin qarasak, tortmada mana bunaqa cho'tgacha bor ekan, shu bilan mayli surtib, suxarilarni yaxshilab ezib olib va kartoshkani uni ustiga ham bir marta aylantirib chiqamiz. Va birma-bir qizib turgan yog'ga jag' qilib qovurib olamiz mana shu. Xuddi shunaqa qilib tezda qovurib olgandan so'ng mayonez bilan ketchupdan ham ozgina surtib olsak, xuddi shunaqa ajoyib ko'rinishdagi kartoshkalarimiz tayyor bo'ladi. Ana endi buni yeb ko'ramiz, ta'miga baho beramiz. Bismillah. İçim yediğinde hapşırıp gitar. Sizler tayyorlab qo'ying.